Akamiz televizyondan keldi. Labo mashinasiga tuniga olib berdik. O'yinimizda ishtirok etyapti. $50 pulimizni aralashtirib olyapti. Xo'p, aka, raqam aytsangiz. Raqam aytganingizdan keyin aralashtirishimiz sababi yonboshdan ko'rinib qolishi mumkin, shuning uchun aralashtirib olaman. Bir odam bilib turib mana qilyapti deydi, men bilib turib qilmayman, uni men taxminan 35 aka. Xo'p, qaysi tomondan sanaysiz? Mana sanay. Omadingizda? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35. Oy. Ha. Aka.